Haydovchilar uchun muhim eslatma. Eng ko'p duch kelinadigan jarimalar qanchaga tushadi? Bilib oling. Xavfsizlik kamarini taqmaganlik uchun 170 ming so'm. Avtomobilni boshqarish vaqtida telefondan foydalanish 680 ming so'm. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, 1 million 20 ming so'm. Belgilangan tezlikni soatiga 40 kilometrdan ortiq oshirish 3 million 60 ming so'm. Piyodalar yo'laklarida harakatlanish, qatnov qismining belgilari, uzluksiz chiziqni bosish yoki kesib o'tish 170 ming so'm. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, 1 million 700 ming so'm. To'xtash qoidalarini buzish 1 million 20 ming so'm. Mast holatda avtomobil boshqarish 8 million 500 ming so'm. Mabodo ushbu jarimalar sodir etilgach 15 kun ichida to'lov amalga oshiriladigan bo'lsa, 30 yoki 50% gacha chegirma beriladi.